O'quvchilar sifat analizi, ya'ni noma'lum moddalarni aniqlashga doir kompleks masalalarda qiynalishadi. Chunki masalalar shunchaki hisob-kitobni emas, balki chuqur mantiqiy tahlilni talab qiladi. Demak, bugun biz siz bilan o'zbek tilidagi kimyo ta'limida yangi bir loyihani boshlaymiz. Demak, sifat analizi sirlari 7 qismli to'liq mini kurs. Demak, birinchi dars. Demak, birinchi darsda nima bo'ladi? Demak, sifat analizidagi, demak, o'zim tayyorlagan 21 ta mantiqiy qoidani ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu qoida asosida qolgan keyin 6 ta darsda demak, milliy sertifikatni haqiqiy masalalarni qanday qilib ishlanishini va bu qoidalarni bu masalalarga qanday tatbiq qilish ko'rib chiqiladi. Demak, birinchi dars hozir demak kirish qismi bu. Demak, bu qoidalarni yig'indisi bo'ladi. Demak, ikkinchi dars namunaviy test tahlili, bu 23-sentyabr 2024-yil. Keyingisi milliy sertifikat haqiqiy masalasi, demak 3-maydagi, 4-maydagi, 27-dekabr, 28-dekabr va nihoyat 26 bu o'yin emas, 26-fevralda bu. Demak, 26/02/2026-yil ikkinchi smenadagi masalalarni ishlab chiqamiz. Demak, 7 ta video dars bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu kursimiz davomida biz milliy sertifikatni 2024-yildan 2026-yilgacha barcha haqiqiy messiyaning milliy sertifikatining sifatga oid masalalarni birin-ketin tahlil qilib chiqamiz. Lekin bu masalalarni yechish uchun bizga kuchli qurol kerak. Shuning uchun bugungi birinchi darsimizda biz sifat analizining 21 ta fundamental mantiqiy qoidasini o'rganamiz. Bu qoidalar sizning qo'lingizda kalit asosida o'taydi. Agar siz bugungi darsdagi 21 ta qoidani yaxshi o'zlashtirsangiz, keyingi 6 ta videodagi eng murakkab messiya masalalari siz uchun shunchaki qiziqarli jumboqqa aylanadi. Tayyor bo'lsangiz, demak, milliy sertifikatni 100% zabt etish sari poydevorni qo'yishni boshlaydik. Birinchi dars sifat analizining 21 ta mantiqiy qoidasi. Demak, buni hozir ko'rib chiqamiz bir boshdan. Demak, men o'zim masalan ishlagan vaqtda demak, mana shu qoidalarni shakllantirdim. Demak, to'g'ri tizimga soldim. Demak, algoritmni shakllantirdim. Demak, birinchisi amfoterlik mantiqi. Demak, bu masala ko'p uchrab turadi. Demak, agar ishqor qo'shilganda, demak, cho'kma osi bo'lib, ishqor o'rtada erib ketsa, bu amfoter metal. Demak, buni albatta ishqor deb aytmaydi. Demak, birinchi cho'kma ikkinchi cho'kmaga eritmaga qo'shildi. Demak, cho'kma osi bo'ldi. Ko'proq qo'shilganda eritma erib ketdi degan vaqtga bu aniq amfoterlik belgisi bo'ladi. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Demak, alyuminiy yoki rux, demak, xromni o'zi emas, bu 3+ oksidi, berilik, qo'rboshi yoki nima bo'lib qoladi? Qalaydan bittasi bo'ladi. Demak, ko'p testlarga yo alyuminiy yoki ruxni beradi. Demak, xrom +3 oksidi ham, demak, ba'zan o'sha xromni o'zi amfoter emas, buni bilasizlar. Demak, xrom 3 oksidi bo'lib qoladi. Demak, reaksiya qanday jarayon boradi? Demak, birinchi alyuminiy cho'kma hosil qiladi. Demak, bu gelsimon cho'kma bo'ladi. Demak, bu yana reaksiyaga kirishib ishqor bilan nima hosil qiladi? Kompleks hosil qiladi. Demak, bu hosil bo'lgan eritma erib ketadi. Rux ham xuddi shunday. Demak, xrom 3 oksidi ham xuddi shunday bo'lib qoladi. Demak, bu rangi o'zgaradi. Demak, yashildan zumrad yashil rangga o'tadi xrom 3 oksidi. Demak, birinchi qoida shu. Demak, birinchi eritma ikkinchi eritmaga qo'shilganda, demak, cho'kma tushdi. Cho'kma keyin erib ketdi degan vaqtga albatta mana shu metallarga qarab borishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu alyuminiy bo'lishi mumkin, rux bo'lishi mumkin, alyuminiy yoki xrom 3 oksidi, berilik va hokazo bo'lishi mumkin. Keyingisi kislotalarda eritmaydigan oq cho'kmalar. Demak, bu ham demak ko'p uchrab turadigan narsa bu. Demak, bu kumush xlorid bo'lishi mumkin, bariy sulfat, sronin sulfat yoki qo'rg'oshin sulfat bo'lishi mumkin. Demak, bu moddalar cho'kma bo'ladi. Demak, bular ana bu kislotalarda ham erimaydi. Xlorid kislota va nitrat kislota kabi kuchli kislotalarda ham erimaydi. Faqat kumush xlorid nima bo'ladi bu? Demak, kumush xloridni boshqalardan farqlashi eng asosiy nimada? Ammiakda eritish. Demak, bu ammiakda eritib nima hosil qiladi? Bu Tollens reaktivini hosil qiladi. Tollens reaktiv emas, demak, eriydi. Tollens reaktiviga nima bo'ladi? OH bo'ladi. Demak, bu yerda xlor bilan bo'lgan. Demak, eriydi. Nima hosil qiladi bu yerda? Kompleks birikma hosil qiladi. Demak, kumush xlorid nimada? Ammiakda eriydi. Demak, bu oson ajratishni yo'li bu. Ikkinchisi, cho'kma rangsiz eritmaga aylanadi. PbSO4, demak, qo'rg'oshin sulfat. Demak, bu cho'kma bariy va stronsiy sulfatdan farqli o'laroq ishqorlarda ortiqchasida yoki asetatli muhitda erib ketadi. Chunki Pb amfoter va asetatlar bilan kompleks hosil qiladi. Demak, mana bu. Keyingisi nimada? Mana bu.
Demak bu kompleks hosil qiladi bitta. Yana bitta nima hosil qiladiki, nima bo'ladi amfoterda? Demak asetatlar bilan kompleks hosil qilib erib ketadi. Demak cho'kma eriydi. Demak ko'rg'oshin sulfati demak ortiqcha nimada natriy OHda va asetat ionlari bo'lgan vaqtda demak erib ketadi. Ana bariy sulfat bilan demak bariy SO4 bilan stronsiy sulfat endi bular kislotada ham, ishqorda ham, demak ammiakda ham demak erimaydi. Ular bir-biridan faqat rangi orqali farqlashi mumkin. Demak alanga rangi orqali. Demak bu hosil bo'ladi. Endi ko'pincha mana bu 90% aytdi, demak kislotada erimaydigan deb bariy sulfat beriladi masalalarda. Hozir buni keyingi masalalarda bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Keyingisi gaz o'tkazilganda cho'kmaning erishi, demak nordon tuzlar. Demak bu eritmadan demak karbonat angidrid yoki nima mana bu o'tkazilgan vaqtga demak oldin cho'kma hosil bo'ladi. Jarayon davom ettirgan vaqtga nima cho'kma erib ketadi. Demak bu oldin nima hosil bo'ladi? Nordon tuz hosil bo'ladi mana. Demak bu suvda yomon eriydi, mana bu esa suvda yaxshi eriydigani uchun demak cho'kma yana erib ketadi. Demak bu yana qaysi xossa bu? Demak SO2. Demak sulfitlar ham xuddi shu xossaga ega bo'ladi. Endi keyingisi kuchli oksidlovchilar va xlor ajralishi. Ana endi ba'zi reaksiyalarda demak nima deydi? Sarg'ish yashil o'tkir hidli gaz ajraldi deb aytadi. Demak bu xlor bo'ladi. Demak xlorni faqatgina eng kuchli oksidlovchilar nima qilishi mumkin? Ajratib chiqarishi mumkin. Demak bunga qaysi demak nimada bo'lishi mumkin? Marganez 4 oksidi, kaliy permanganat, demak mana bu demak xrom 6 oksidi yoki kaliy dixromat yoki qo'rg'oshin 4 oksidi bo'lishi mumkin mana bu. Demak bu hamma oksidlovchilar ham demak xlor ajratolmaydi. Demak faqat eng kuchli oksidlovchilargina xlorni element holga qaytarishi mumkin, xlor ionlarini. Keyingisi demak mana bu ham ko'p uchrab turadi. Demak issiq sulfat kislotada kislorod ajralishi. Demak mana bu H2SO4 reaksiyadan demak kuchli oksidlovchilar kislorod ham ajraladi. Demak bu yerda bittasi xrom 3 oksidi yozilgan. Demak bundan tashqari mana bu ham ko'p uchrab turadi. Marganez 4 oksidi va Pb O4. Demak bularda nima bo'ladi? Bularni qizdirgan vaqtimizga ham demak mana bu oksidlar demak xrom demak 6 oksidi, demak marganez 4 oksidi va qo'rg'oshin PbO2 4 yozib ketmadim. Demak qo'rg'oshin 4 oksidi demak bularni qizdirgan vaqtga nima bo'ladi? O'zi nima ajratadi bilan kislorod ajralib chiqadi. Xuddi shunday bu sulfat kislota bilan qizdirgan vaqtga demak bu kislorodni yanada osonroq ajratadi. Shuning uchun mana bu demak kislorod ajratilib mana bu oksidlarga qarab borish kerak. Keyingisi yana bitta muhim xossa ishqoriy bilan ammoniy tuzidan demak ammiak ajraladi. Demak agar ikki modda reaksiyasidan odatda qizdirilganda o'tkir hidli lakmusni ko'kartiruvchi gaz ajralsa bu ammiakdir. Demak bu nimadir uchun qizdirish kerak bo'ladi? Bilasizlar, eng yaxshi uch nimada? Suvda yaxshi eriydi. Demak suvda yaxshi erigani uchun demak agarda suyultirilgan bo'lsa, bundan demak ammiakni chiqishi ozgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ba'zan qizdiriladi degan shartni ham qo'shish mumkin. Agarda konsentrlangan bo'lsa, buni qizdirish ham shart emas, o'zi ammiak ajralib chiqadi. Demak bu asosiy qoidalardan bittasi. Demak o'tkir hidli gaz ajraldi degan vaqtga va ammiak ajraladi. Demak ammiak bo'lgan vaqtga albatta o'zi ammoniy tuzi bilan ishqor reaksiyaga kirishgan bo'ladi. Uchinchisi, bu ham muhim bo'lsa, demak qaytmas gidroliz. Demak agarda ikki eritma reaksiyasi natijasida 3 ta mahsulot hosillangan bo'lsa, bu yerda aniq qaytmas gidroliz bo'ladi. Demak qaytmas gidroliz demak ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak bittasi gaz ajralishi, keyin ikki xil cho'kma ajralishi bo'ladi. Demak cho'kma va cho'kma tushishi va gaz ajralishi, ikkinchi holatda ikkita cho'kma tushishi. Demak ikki tuz aralashtirilganda cho'kma va gaz bir vaqtda chiqsa, demak bu qaytmas gidroliz bo'ladi. Odatda alyuminiy, xrom kationlari, demak bu yerda nima bo'ladi? Zaryadi yuqori bo'lgan kationlar bo'ladi va keyin mana bu yoqqa kuchsiz kislota qoldiqlar bo'ladi, anionlar bo'ladi. Demak bunga yana nimani qo'shish mumkin? Fe3+ ni qo'shish mumkin. Demak yuqori oksidlanish darajasidagi demak metallar oksidlari bo'ladi. Demak mana bunga demak mana reaksiya natijasida nima hosil bo'lyapti? Alyuminiy oksid, karbonat angidrid va natriy xlor bo'ladi. 3 ta mahsulot mana ikkita eritma qo'shgan vaqtga. Xuddi shunday xrom, demak temir ham shu ahvol shu holatda bo'ladi. Uchinchisi demak gaz emas, endi cho'kma chiqishi. Ikkita cho'kma chiqishi, demak bu silikat kislota demak cho'kma bo'lib tushganda
anglatadi bu yerda. Demak bu gaz emas, shuning uchun bu ham cho'kmay tushadi. Mana misol uchun alyuminiy bilan natriy silikatni reaksiyaga kirsak, demak nima hosil bo'ladi? Alyuminiy. Demak gidroksid va nimada silikat kislota va natriy xlor hosil bo'ladi. Demak bu yerda ikkovi ham cho'kmagan uchun, demak ikki xil cho'kmay, yana eritmaga bir xil tuz qoladi. Bu yerda ham baribir 3 xil modda hosil bo'ladi. Mantiqiy tahlil. Demak, masalada ikki xil tuz eritmasi aralashtirilganda hech qanday gaz ajralmadi, lekin cho'kma miqdori ortdi va ikki xil cho'kma hosil bo'ldi desa, demak bu silikatli qaytmas gidroliz bo'ladi. Xo'sh, agarda gaz va cho'kma desa, demak bu nima bo'lib qoladi? Xo'sh, bu reaksiyada bo'lib qoladi. Demak, mana bular bilan bo'ladi. Keyingisi. Endi mana bu ham ko'p uchrab turadi. Duyma reaksiyasi. Organik gaz hosil bo'lishi. Organik kislota tuzi ishqor bilan qizirilganda gaz ajralsa, bu duyma reaksiyasi. Demak, mana masalan bu reaksiyaga qaraymiz mana. Demak, bu yerdan metan ajraladi, natriy karbonat hosil bo'ladi. Mana gaz ajraldi va nima deydi? Mana bu natriy karbonat, soda ajraldi, suv soda degan vaqtga, demak bunga qarab boraverish kerak. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Duyma reaksiyasi bo'ladi. Demak, uchinchisi, demak Kolbe elektrolizi. Mana bu ham uchrab turadi ba'zan. Demak, Kolbe elektroliziga eng asosiy belgisi nimada? 3 xil gaz ajralishi bo'ladi buni. Demak, haqiqatan Kolbe elektroliziga mana bu narsa ajraladi. Keyin agarda 3 xil gaz ajraldi va ular o'rtacha zichligini bergan bo'lsa, bu aniq Kolbe elektroliz bo'ladi. Sababi, demak, boshqa holatlarda Kolbe elektrolizini o'rtacha zichligi o'zgaruvchan bo'ladi. Chunki misol uchun H2 mana xlor 2, O2 ajralgan bo'lsa, demak bularning nisbati hech qachon aniq bo'lmaydi. Demak, bu xohlagan nisbatda bo'lishi uchun, demak bular o'rtacha zichligini bergan vaqtga, demak bu sifat masalasidan miqdor masalasiga o'tib ketadi. Shuning uchun, demak, buni o'zgarmas zichligi mana bu Kolbe elektrolizi bilan bo'lib qoladi. Demak, bu 1, 2, 1 nisbatda bo'lib qoladi. Endi 10-chi. Havoda demak rangining o'zgarishi. Demak, bunga e'tibor qaratamiz. Demak, bu ham ko'p uchrab turadi. Agar hosil bo'lgan cho'kma havoda kislorod ta'sirida tezda rangni o'zgartirsa, bu metallarning quyi valentlikdan yuqori valentlikka o'tayotganini bildiradi. Demak, bu nimada? Temir 2 bo'lishi mumkin bu yerda. Demak, och yashildan qizg'ish jigar rangga o'tadi. Keyingisi marganez bo'lishi mumkin va xrom bo'lishi mumkin. Demak, bu xrom yashil pul rangdan yashil rangga o'tadi. Keyingisi, demak, bu jigar rangdan, demak, qora rangga o'tadi mana bu. Demak, oq cho'kma, demak, jigar rang qoraga o'tib qoladi marganezniki 2 dan. Demak, havoda qolgan rang o'zgaradigan vaqtga, demak, mana shu 3 ta narsaga qarab e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi sariq cho'kmalar mantig'ini ko'rib chiqamiz. Endi sariq cho'kma degan vaqtga, endi sariq cho'kmalar juda ko'p emas-da, shuning uchun sariq cho'kmalarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Oq cho'kma masalan juda ko'p. Masalan, sariq cho'kmalar, demak, chegaralangan bo'ladi. Demak, eng muhimi, demak, nimadir? Kumush fosfat. Xo'sh, demak, bu sariq cho'kma kislotada eriydi. Keyingisi kumush yodid, keyingisi qo'rg'oshin yodi, keyingisi nimadir? Bu xromatlar. Eng muhim narsani bunga qaraymiz endi. Xo'sh, demak, bular bo'lmasa, demak, mana bu 3 ta sariq, yana sariqlar bor, misol uchun boshqalari ham bor, lekin ko'proq uchraydigani shu bo'ladi. Lekin xromatlar aniq nima bo'lib qoladi? Sariq bo'lib qoladi. Shunga qarashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi kumush oksidining hosil bo'lishi. Mana bu ham ko'p uchrab turadi. Demak, kumush tuziga ishqor qo'shilganda, demak, kumush gidroksidi emas, nima bo'ladi? Jigar ham cho'kadi. Demak, bu reaksiya mana bunday bo'lib qoladi. Chunki bu kumush gidroksid juda beqaror. Demak, bu darhol nimaga aylanadi? Kumush oksidi va suvga parchalanib ketadi. Demak, shu uchun, demak, oksid cho'kdi degan vaqtga, demak, kumushni eslashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi, demak, kumush oksidi yana nima bo'ladi? Ammiakda eriydi. Demak, mana bu tolerans reaktivi, demak, u xloridi, men yanglishib tolerans reaktivi deyapman. Mana bu tolerans reaktivi bo'ladi. Demak, bu masalan, mana bu provorkadan ajralgan gazni ikkinchisida o'tkazilganda, demak, cho'kma erib ketdi degan vaqtga, kumush oksidi haqida borishi kerak bo'ladi, demak, ammiak o'tkazilgan vaqtga. Endi gel-simon cho'kmalar. Demak, gel-simon so'zi ishlatilsa, 90% holatda nima bo'lib qoladi? Alyuminiy gidroksid bilan silikat kislota bo'lib qoladi. Xo'sh. Demak, bularning farqi nima bo'ladi? Bu kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Tuzdan ajraladi bu. Endi havoda qo'ng'ir rangga kiruvchi gaz. Demak, buni ham kiritdimmi? Demak, kiritmasa ham bo'laydi. Bu moddaning o'zining xossasi, baribir kiritganingiz ma'qulroq bo'ladi. Demak, havoda qo'ng'ir rangga kiruvchi gaz bu nimada? Eno gazi. Demak, agar rangsiz gaz chiqib, demak, havo bilan tekkanda qo'ng'ir rangga o'tsa, bu nimada? Eno gazi bo'ladi. Aniq eno gazi bo'ladi bu. 15-chisi. Demak, pH qiymatlari bo'yicha mantiq. Demak, pH qiymati 7 dan qanchalik uzoq bo'lsa, modda shunchalik faol.
Xo'sh, 1-2 bo'lsa, demak bu nima bo'ladi? Kuchli kislota bo'ladi. H-xlor, demak sulfat kislota kabi. 5-6 bo'lsa, kuchsiz kislota yoki kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuz. Mana bu. Xo'sh, bu gidroz natijasida hosil bo'ladi endi bu. Demak 8-9 bo'lsa, kuchsiz ishqoriy muhit. Demak, mana bu gidroz natijasida paydo bo'ladi. 13-14 bo'lsa, kuchli ishqoriy muhit bo'ladi mana bu. Demak, bunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. 16-si, qizdirilganda erib, sovuqda cho'kadigan modda. Demak, bunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu juda moddani aniq aytadigan narsasi bu. Demak, bunga nima bo'ladi? Qo'rg'oshin xlorid bilan qo'rg'oshin yodish xossaga ega bo'ladi. Demak, bular sovuq suvda erimaydi, yomon eriydi, issiq suvda esa yaxshi eriydi. Shuning uchun demak bu cho'kma isitganda nima bo'lib qoladi? Erib ketadi. Sovutganda yana qaytib cho'kma tushadi. Fenolftilen va ishqor. Demak, faqat eruvchan asoslar ishqorlar bilan pushti rang beradi. Xo'sh, mana bular kabi asoslardan demak rang o'zgaradi. Demak, fenolftilen rang o'zgargan bo'lsa, bu yerda nima bu? Kuchli ishqor borligini bilishimiz kerak bo'ladi. Endi olov rangini bo'yadishi. Xo'sh, ko'pincha metallarni farqlash uchun demak rangini beriladi buni. Xo'sh, olovning bo'yalishi. Demak, litiy, to'q qizil, demak natriy sariq, kaliy binafsha, g'isht rang, kalsiy, karmin qizil, to'q qizil, nima stronsiy, demak och yashil, bariy, moviy yashil, demak nima bo'ladi? Mis bo'lib qoladi. Demak, bularni yodlash kerak bo'ladi. Endi bular darslikdagi ma'lumotlardan olingan. Endi misning sifat reaksiyasi. Demak, mis tuzi eritmasiga bir tomchi ishqor tomizilsa, moviy cho'kma, ammiak tomizilsa, to'q kompleks hosil bo'ladi. Mana bu reaksiyalar mana. Xo'sh, oq cho'kmalarning termik parchalanishi. Qizdirilganda gaz ajratib, qattiq qoldiruvchi oq cho'kmalarga metal karbonatlar yoki metal gidroksidlar bo'ladi. Xo'sh, demak, bu yerda nitrat cho'kma bo'lmagani uchun, demak, uni kiritmadim bu yerda, chunki nitratlarni hammasi suvda yaxshi eriydi, u cho'kma hosil qilmaydi. Shuning uchun demak, metal karbonatlari hidsiz, demak, gaz ajraladi va ohakli suvni nima qiladi? Loyqalantiradi. Mana bu reaksiyalar mana. Keyingisi, ana endi 21-si. 21-si bu nima endi? Darslikdagi fundamental elementlar, fundamental xossalarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Endi bunga nima kiradi mana? Demak, bu demak, birinchisi eruvchanlik jadvali va ionlararo interaksiya, demak, o'zaro ta'siri bo'ladi. Endi bu narsalar nima uchun kerak? Biz mantiqiy mana bu yerda 20 ta xossani ishlata olishimiz uchun nima bo'ladi? Fundamental xossalarni, elementlarni xossalarini bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi, demak, standart elektron potensial va metallarning faolligi, qaysini oksidlaydi, shu narsalarni bilishimiz kerak mana bu. Va nihoyat davriy qonuniyatlar va kimyoviy tabiat. Endi bular dars jarayonida o'rganiladigan umumiy xossalar bo'ladi. Xo'sh, xulosa, sifat analizining mantiqiy interpretatsiyasi darslikdagi faktik ma'lumotlarning o'rnini bosmaydi, balki ularni tizimlashtirilgan yechimga aylantiriladi. Ana bu hozirgi bizlar mantiq xulosalar nima qiladi? Demak, buni o'rnini bosa olmaydi. Demak, xossalarni bilmasdan turib baribir buni ishlay olmaymiz. Lekin xossalarni bilgan vaqtimizga, demak, ularni mantiqqa keltirib chiqarishimiz juda osonlashib qoladi. Demak, xulosa, demak, mantiqiy interpretatsiya, demak, bu 21 ta qo'yda. Demak, keyingisi nima endi? Fundamental, demak, nazariya nimada 100% natija bo'ladi. Ana endi, demak, keyingi videolarda biz shu qoidalarni qanday qilib, demak, aniq bir masalada qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, bu qoidalarni eslab qolishni tavsiya qilaman hammaga.